keyin muqaddas ruh Hazreti Aysoni shaytonning sinoqlaridan o'tkazish uchun cho'l bayovonga ilib bordi. Hazreti Ayso 40 kech kunduz tomoq yemay, ro'za tutib, qo'sig'i toza ochgan edi. Uni sinamoqchi bo'lgan shayton uning oldiga kelib, "Agar sen rostınla Xudoning o'g'li bo'lsang, o'sha toshlarni nonga aylantirib ye", dedi. Hazreti Ayso uningga javoban, "Tavratda inson faqat non bilanla emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilanmi yashaydi", deb yozilgan, dedi. Ondan shayton Hazreti Aysoni muqaddas shahar Yerusalimga elib bordi va uni markaziy ibodatxonaning eng egiz joyiga chiqarib, "Xudoning o'g'li bo'lsang, pastga sakrab boqqina, chunki Zaburda Xudo farishtalariga sen to'g'riliq amr qilgan. Putingning toshlarga urilmasligi uchun ular seni qo'lida tutib oldi deb yozilgan emasmi?" dedi. Tavratda Rabbimlar Xudoni sinab beqishga bo'lmaydi debmi yozilgan, dedi Hazreti Ayso. Ondan shayton Hazreti Aysoni nihoyat egiz bir toqqa chiqarib, uningga dunyodagi barliq davlatlarni ko'rkamligi bilan ko'rsatib, "Yerga bosh qo'yib menga sajda qilsang, ularning hammasini sana berib etaman", dedi. "Yo'qol shayton. Tavratda Rabbinglar bo'lgan Xudoga ibodat qilinglar. Faqat uningga xizmat qilinglar deyilgan", dedi Hazreti Ayso javoban. Buning bilan shayton Hazreti Aysoni tashlab ketib qoldi. Farishtalar kelib, Hazreti Aysoning xizmatida bo'ldi. Hazreti Ayso Yahyoning tutqun qilinganligini anglab, Galiliya o'lkasiga qaytib keldi. U yurti Nosirat tumay, Zabulun va Naftali rayonidagi Galiliya ko'liga yaqin Kapernaum shahriga kelib o'rinlashdi. Buning bilan Yashaya payg'ambar orqali puxturilgan tuvandagi so'zlar amalga oshirildi. Zabulun va Naftali zaminlari Yordan daryosining nerisida, dengiz tarafda, Yahudi emaslarning Galiliya zaminlarida qorong'ulikda yashaganlar parlaq bir nurni ko'makda. Ölüm kölengisida qolgan bu elga bir nur tushdi amdi. Shuningdan e'tiboran Hazreti Ayso gunohlaringlarga tavba qilinglar, chunki arshning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi, deb ta'lim berishga boshladi. Bir kuni Hazreti Ayso Galiliya ko'li bo'yida ketib etib, Petrus debmi atalgan Simon va uning inisi Andarni ko'rdi. Ular beliqchi bo'lib, ko'lga tor silyotdi. Hazreti Ayso ularga, "Menga agishinglar. Men sizlarni beliq tutishning o'rniga menga odam tutadigan qilaman", dedi. Ular shu on beliq torlarini tashlab Hazreti Ayso bilan mandi. Köl bo'yida biroz mangandan keyin Hazreti Ayso Zabadiyning o'g'illari Yoqub va Yuhannani ko'rdi. Bu ikki qarindosh kemida otsi bilan torlarini o'ngshavatdi. Hazreti Ayso ularni shogirdlikka chaqirdi. Ular darhol kemini tashlab, otsi bilan xo'shlashib, Hazreti Ayso bilan mandi. Hazreti Ayso Galiliyaning hamma yerini aylanib chiqib, ibodatxonalarda ta'lim berib, Xudoning podshohligi to'g'riliq xush xabar tarqatdi. Har xil og'riq silohlarni saqaytdi. U to'g'riliq xabar butkul Suriya o'lkasiga tarqaldi. U yerdagi xaloyiq har xil og'riq silohlarga mubtalo bo'lgan kasallarni uning oldiga elib kelishdi. Ularning ba'zilariga jin chaplashgan, ba'zilarining tutqoqligi bor va yana ba'zilari holat kesigiga giriftor bo'lgan edi. Hazreti Ayso ularni saqaytdi. Galiliya, 10 shahar rayoni, Yerusalim, Yahudiya
va Iordan daryosining u qetidan kelgan to'p odamlar uningga agishib mangdi.